Mana shu oyoq kiyimingiz qancha turadi? Bilmayman, 2,5-3 ming dollar turadi. A? 2,5-3 ming dollar turadi. Kiyimingiz qancha turadi unda? Juda ham ko'p. Qimmat. Biz faqat qimmat kiyim kiyamiz. Bitta qiziq savolda, mana shu ko'ylaklaringiz o'zi qanchaga tushdi? Juda ko'p. 10 ming bormi? Undan ko'p. 10 mingdan ikkita, 30 ming. Mana tushaptir. Shunday xohlagan narxlarda aytib yuborish kerak bo'ladigan bo'lsa, mendan intervyu olasan. Yur ketdik. Yur. Men kutmadim ko'rsatuvlar chaqirasizlar deb. Biz san'atkorlar hamisha maqtanishga tayyormiz. Shu turishingizda kiyimlaringiz nech pul degan savol urfga aylandi. Urf emas, an'ana bo'lib qoldi, vat bo'lib qoldi, kiram bo'lib qoldi, 9-etaj baqir chaqir bo'lib qoldi aka. Men mana uyatmasdan aytaring, so'raring bo'ldi. Agar sir bo'lmasa kiyimlaringizni narxini so'rasam. Sir emas, nimaga biz san'atkorlar maqtanishimiz kerak? Olgan kiyimimizni hammaga aytishimiz kerak. Bemalol, xohlagancha so'rang, men sizga aytib beraman. Oyog'ingizdagi krossovkangiz narxi nech pul? O'ylamayman giraman. 750 ming dollar turadi. Nech pul? 750 ming dollar. Chunki bu brend Lakatana degan brend. Shimingiz nech pul? 450 ming dollar. Chunki buni zamoga bor, tilladan. Chiroyli yarashgan sviteringiz nech pul? 350 ming dollarga oluvdimmikan? Adashmas. Bahodir nech pulga oluvdik? 250 ming dollar. Ha, keyin tortishib va shunaqa qilib bitta sviterni yakasini qo'shtirib 350 ming dollar olgan, ha? 350 ming dollarga olgan ekanman. Ming bor uzr kechirib qo'yasiz aka. Brendini so'raman siz. Men Kozo degan brendlarni kiyinaman men. Shikinakas, Lokonopod, Pop degan shunaqa brendlarni kiyinaman. Ha, Lukukuku. Uzr, ona bolani shunaqa maykasining nomi Lukukuku. Maqtanish emas u. Mos sviter menda bor. Ikkinchisi Ronaldoda bor. Messi o'rtada hayratlanib yig'lab, ulib qolib ketgan. Ikkalamiz beringlar deganda bermayman. Hozir Messi ishani eshikda turibdi. Musib paqirib tashlab yuborsam Messi shunday yugurib kiyib ketib boradi. Bitta narsani hech qachon sizdan chiqarmang. Hozir bitta olsam 4 tami 5 tami zilda o'sha tilla kirib ketgan ichiga. Chachlarim har biri 300 ming dollardan. Agar choyxonada kimdir pul yetmay qolsa chachimdan bitta pul mana deb turib dollar qilib chiqib ketadi. Alish, oshirib yubording. Nimasi oshirib yuboraman? San'atkorlar o'zlari oshirib yuboryapti. 300 ming dollar turadi, 250 ming dollar turadi. San'atkorlar gapirsa, ishonasa, hali men maykamda tursigimni tilladanligini umuman gapirganimni tushundingmi? Uni gapirsan tugasan, ha?